Sizlar bilan bitta temani gaplashmoqchiman. Eshitdinglar. Xullas, menda kundan kunga ichimda vahima paydo bo'lyapti. Qo'rqib ketyapman. So'roginglar yaqinlashaversa, bola kattalashaversa, yuraginglarchi, bir tarafdan farzandinglarni kutarkansizlar qo'lingizga olishib, bir tarafdan qanaqa bo'larkin, yengil o'tarmikin, nima bo'larkin, Allohim o'zing oq yo'l bergin deb siqilib qo'rqib qolarkansizlar deb. Bitta profil ko'rib qoldim. Hozir tanishim menga tashlab berdi. Ginekologda opa oson tug'ruq degan kurslari bor ekan. U ancha yillardan beri davom etar ekan. Hozirgi periodga bizaniki mana shu 7-mayga to'g'ri kelayotgan ekan. 7 maymi hozir? May. Mana shu paytga to'g'ri kelayotgani uchun men shoshib qoldim. Boraymi, bormaymi, nima qilay? Qarochi miyamizdagi anu narsani chiqarib tashlashimiz kerak. Qo'rquv bitta manda emas, birinchi marta kim tug'ayotgan bo'lsa, menimcha unda hammada bo'ladi. Hammani boshidan o'tgan narsa. Tug'ruqdan keyingi depressiyalarni ham miyalardan tugunlarni yechib tashlashar ekan.